Agar siz erishmoqchi bo'lgan narsangizga dunyolar olib keling. Koinotni oyoq ostiga tashlang. Mol dunyo bilan ko'mib tashlang. Birodar, agar Alloh xohlamasa u bir tiyin deydi. Bir tiyin. Siz sidqidildan, chin dildan xohlab turibsiz, ammo Alloh xohlamasa bir tiyindir birodar deydi. Eshitasiz? Bir tiyin. Lekin siz harakat qilmayapsiz. Oyog'ingizga hech narsa tashamadingiz ham deydi. Tashamadingiz ham deydi. Alloh xolasa-chi, birodar, shunaqa beradi. Kecha kiyib turgan yirtiq cho'poningiz bugun tilla odam bo'lib qolishi mumkin. Shunaqa deydi, qarang. Kecha kiyib turgan cho'poningiz deydi, bugun tilladan bo'lishi mumkin, birodar, Alloh beraman desa deydi. Agar Alloh olaman desa, o'sha kiyib turgan tilla cho'poningiz yirtiq cho'pon bo'lib qolishi mumkin deydi. Birodar, Rumiy hech qachon adashmaydi. Yana bir bor aytaman.